Xitay qandaq bilgan, qandaq biladi. Abduvali Ayub. Bir ay burun bir sırlıq ilxat tapşırıb aldım. İlxatda Erkin Bürküt deb isim qo'yib olgan birining ma'lum bir tadqiqotimga yordam berishni xohlaydiganligi yozilgan edi. Sında telefonda ko'rishishni talab qildim. Rad qildi. Kechmishini yezib, avatishni so'rab baqdim, qo'shilmadi. Qaysi davlatda turdiganligini deb bergil unimidi. Faqatla mening heliqi tadqiqotimga yordam bergisi borligini, shu haqda yordam bera oladiganligini, har qanday savolga javob bera oladiganligini va'da qildi. Burunqi tajribam bo'yicha buning bir qiltoq ekanligini jazm qildim. Meni hayron qoldirgani Xitoy josusining meni izdishi emas, ularning menga qiltoq qurishimi emas. Qandaq qilib, men texi 3 oy burun boshlagan Turkiyaga berib bir qancha odamni ziyorat qilgan tadqiqotimni bilib qilishi edi. Bu hayronlikqa yaqinda bir oydak izlangandan keyin javob topdim. Javobimni vatandan yangi chiqqan bir ijtimoiy taratqu injeneri bilan o'rtoqlashdim. Sırlar teximi içildi. Meni paylaganlarningla emas, muajiratdagi Uyg'urlarni paylavatganlarning, millionlagan Uyg'urni tutqun, Uyg'urni qamoqda mahbusga aylantirib qanmay, ularni uyida, ko'chada mahbuslardek yashashga ko'ndirgan qabilikning siri içildi. To'g'ri, Xitoy hammani bilgan, biladi. Bizning qo'limizdagi telefonga yoshiringan texnikadan biz bexabar ilmdan, zamonaviy dunyodan savodsizligimiz tufaylidan hammani bilib turdi. Bo'libmi qo'limizdagi telefon va bexastaligimiz sabablik. Xitoy josuslarining Uyg'urlarga tahdid solganda ishiltadigan doimlik jumlasi to'g'ri. Ular sizni sizdan bakrak tushunadi. Sababi muajiratda josuslarning ko'p bo'lganligi emas. Sizning quyruq tutqizib qo'ygan yeringizmi emas. Ata-onangizning sizni pash qilib qo'yganligimi emas, balki qo'lingizdagi telefon. Sizga qarindoshlarni ko'rsatib turadigan Xitoycha applar sizni pash qiladi. Ular kundalik hayotingizning Xitoyga ichilgan ko'zniki bo'lib, Xitoy Douyin, Kuaishou, Xiaohongshu, Dingding, Zhifubao, Undidardan sizni marab turdi. Men hilqi tadqiqot uchun ziyorat qilgan 9 kishining hammasi Undidar ishiltidi. Shunga Xitoy bizning nima deyishgan, nima tema haqida so'zlashganligimizni bilib bo'lgan gap. Uyg'urlarning aqlini tizginlash, ularning tuyg'usini kontrol qilish, ularni qo'rchoq o'ynatgandek o'ynatib, bir-biriga so'qishqa selish, xolisi tutib, xolisi o'ldirish, xolisi meyib, matu, majruh qilib, tamasha ko'rish Xitoy Kompartiyasining tushi. Fashistlarcha shum niyati edi. Xitoyning bu niyati oxir amalga oshdi. Vatandagi Uyg'urlarni o'zi yasab olgan applar bilan, chet eldagilarni ular kunda ishiltadigan chatning detali, shundaqlar uydagilar uchun tushirgan Xitoycha applar bilan aplab turibdi. Xitoy Uyg'urning yeriga qamalgan Uyg'urlarni tutish, nazorat qilish va qismoqqa ilish uchun G'arbning ilg'or uchur texnikasiga tayangan. Xitoy G'arbda bankalarning xaridorlar ichidagi qarz berishga bo'ladigan, o'ylashishga arziydigan yoki bo'lmaydiganlarni ayirib chiqadigan bir avtomatik usulni taraqqiy qildirib, Uyg'urlarga ishlatgan. Ular Uyg'urlarni ishonchlik, odatdagi va ishonchsiz deb 3 turga sandanning yordami bilan avtomatik ayirgan. Buningga asos bo'lgan ma'lumotlar shu kishining kimligi, ma'lumoti, chet el bilan aloqasi, pasporti bor yo'qligi, 3 avlod kimlik uchuri, ijtimoiy munosabat, tuqqanlik munosabat, diniy munosabat doirasi qatorliqlar bo'lgan. Uyg'urni ayirib 3ga bo'lib, ishonchsiz yoki emasligini avtomatik ayirib bera oladigan bu yangi texnikalik qurolning, bu katta sandanning ismi birlashma hujum supisi edi. Xitoyning ko'chalarda
Uyg'urlarga kamera orqali nazorat qilishi dastlabki bosqich bo'lib, bu bir koni usul edi. Agar kishilar kameradan yiroq tursa, xatar yo'q edi. 2008 yılı başlagan Olimpik məş'ili Ürümçidən ötkəndə Uyğurlarning norozilik harakatlarida bo'lishidan ansirab tunji qitim kamera qo'ygan. Ammo ancha cho'ng roli bo'lmagan. Məş'al bexatar o'tib ketgan. Ammo karomat 1 yildan keyin ko'rilgan. 5 iyul fojiasida Xitoy Uyg'urlar ko'p mahallaga qo'ygan kameraning kuchini ko'rgan. Shuningga tushib qolganlarni osonla tutgan. Halbuki ularning telefonini tekshirganda g'aziniga duch kelgandaklar hayajonlangan. Chunki Uyg'urlarning namoyishi kod-kod orqali, manbalar orqali tashkillangan edi. Kod-kodni tekshirish orqali ularning dosyaralarini qo'lga tushirgan. Ammo qo'lda tekshirishga nurg'un vaqt ketgan. Kod-kodning iz qo'g'lash, ovoz, surat va sillarni saqlash iqtidori cheklik bo'lg'achqa, nurg'unlar to'rdan tushib qolgan. Eng qulaysiz bo'lg'ini ism saxta, tizimlangan nomer xaqning, ularning kimligi yo'q. Nurg'un Uyg'urlarning kimligi yo'q. Keyingi tekshirishlarda 600 ming Uyg'ur kimliksiz chiqqanmish. 5 iyuldan keyingi bir oyda kamera shiddatli ko'paytirilib, kimlik tekshirilgan, zodi kim qayerda, nima qilyotidi bilish uchun. 2012 yili 2 avlod kimlik tarqitish bahonasida nopos yo'qlarga nopos berilib, hamma odam kimlikka ega qilingan. Kimlik tekshirish uskunasida surkashga loyiq qilish uchun kimliklarga magnitlik tayoqcha o'rnatgan. Bu orqali Uyg'urlarning qayerdan qayerga manganligi, qayerlarda aeroplanga, qayerlarda mashinaga o'ltirib, qayerda may qachilganligini arxivlashtirgan. Buning bilan tayyorlik bitib bo'ldimi? Uyg'urlarni tutish qandaq hozirliklarni talab qiladi? Shuni o'ylab baqdinglarmi? 5 iyuldan keyin tuyuqsiz Uyg'urcha munbarlar, salonlar ko'paydi. Ovozliq asarlar ko'plab ketdi. Nurg'un romanlar o'qilib ketdi. Raqamlik asarlarga aylantirildi. Uyg'urcha ovoz tunish, xat kirgizish, ovozni tekstga aylantirish, mashina tarjimasi detallari yasaldi. Amaliyotda bularning hammasi Uyg'urlarni texmi oson, avtomatik, unumlik nazorat qilish uchun edi. Milyonlagan Uyg'urlarni tutish uchun ularning ovozi avtomatik tonilishi, tekstga aylantirilishi va tarjim qilinishi kerak edi. 12 million Uyg'urning gapi va xetini tumanlagan tarjimonga o'rtgandan keyin kompyuterga ko'tirib berish oqilona chora edi. Shaksizki, odam haridi, unutib qoladi, xatolashidi. Ammo mashina hargiz harmaydi emasmi? 2014 yılı kuzda 200 ming kadr safarbar qilingan 3 el qurilishi yo'lga qo'yildi. Maxsus Uyg'urni asos qilgan yerliklarga yeshil kart tarqitildi. Uchurlar yana bir qatim to'plandi, to'liqlandi, yangilandi. Hamma Uyg'urning 3 avlodi tekshirildi. Munosabat doirasi, uylarning xaritasi topshirildi. Torlashtirib boshqarish yo'lga qo'yilib, Uyg'urlar yashaydigan bo'shliqlar qashallandi. Kimliklar yana to'plandi. Kim burun, nima qilgan, qachon tutilgan, necha xotin olgan aniqlandi. Demak, Uyg'urni mahbuslarga aylantirishda keraklik ma'lumotlar to'planmoqda edi. 2011 yilning oxirida Undidordek applar chiqib ketdi. Bundaq applar kod-kodga, telefon nomerga bog'landi. Turlik applarda tabliğlar, darslar, suhbatlar qaynab ketdi. 2012 yildan boshlab hijrat to'lqini ko'tarildi. Ammo applar texmi erkinlashdi. Xitoy qo'yibdi. Ba'zilar buni Alloh bergan ne'mat deb tumanlagan Uyg'urga tashviqot, tabliğat qildi. Xitoy nimishqa qo'yibdi? Sabab ularni nazorat qilib, tarjima qilib, to'nib, tekstga aylantirib turadigan mashina bor. Tabliğchi va anglag'uvchilarning barliq uchurini to'plab,
запасlaydigan texnika бар еді. 2014-жылы 8 мартта Kuala Lumpur'dan Beyjing'e uçuş yolida yo'qab ketgan aeroplanni izlayotganlarga Uyg'urlar uchrab qoldi. Taylandda butxona hujumga uchirdi. Urumchida Ko'ktat bozorida portlash bo'ldi. Tunji navbat Amerika u voqeani terrorlik voqeasi deb atab aybladi. Taylandda bayqalgan, tutilib elib ketilgan Uyg'urlar Uyg'urni jahonga tonutdi. Uzoq o'tmay Beyjing terrorlikqa qarshi xalq urushi boshlaganligini e'lon qildi. Urushni nima bilan qildi? Kim qildi? Qani xalq urushidagi xalq? Qani u qurol? Urushni xalq qilmadi, kompyuter qildi. Xitoy 5-iyuldan keyin Undidardan, Kotkotdan, qisqa uchurlardan to'plagan, zapaslagan, kategoriyalashtirgan uchurlarni birli buyruq bilan besib chiqardi-da, kimlarning tutilishi muqimlashdi. Yana birli telefon bilan ularni oldiga selib, qamoq haydab ketdi. Uyg'urni Xitoy saqchilar bir-birlab qo'g'lab yurib tekshirmadi. Uyga berib tintmadi. Telefonni tekshiribla tutdi. Uyg'urni tutish uchun hozirlangan sondan tutdi. Yillardan buyon to'plagan ma'lumotlar kuchini ko'rsatdi. Xitoy 5-iyul fojiasida aloqa vositasi bo'lgan Kotkotni qo'lida oqtirib, jafo tortib ketgan edi. Shunga undidarni yasaganda bu masalani hal qildi. Telefonni kompyuterga chetibla halqiliq so'zdan ikkini yoki bir qancha koni mahbusning ismini gumonliq telefon nomeridan 3 ni kirgizibla chataq topalaydigan, chataqchilarni tepib chiqalaydigan bo'ldi. Kishilarning telefoni, bank karti, kimlik karti, tok, gaz, suv, sug'urta, davolanish karti hammani birlashtirib bir sondan qurib chiqqan. Uning ismini birlashma hujum supsi deb atagan. Xitoy supini yasidi. U yerga chiqib, kimni qarg'a olmoqchi? Birlashma degan nima? Barliq uchuringizning birlashmasi, ya'ni telefon kartingiz, bank kartingiz, pasportingiz, kimligingiz, shoferlik prava, sug'urta karti, davolanish karti, oylik karti, avtobus karti qatorliq barliq uchuringiz birlashtirilgan. Birlashtirilgan bu uchurlar orqali siz davomliq bog'lanish holatida yashaysiz. Biridan chataq chiqdi, o'qiysiz. Hujum yana kimga? Shu kartlarsiz, kimliklarsiz, telefonsiz yashay olmaydigan Uyg'urga. Qandaq hujum? Hayot mamatlik hujum. Uyg'urga qilingan bu qitimliq hujum dunyoda misli ko'rilmagan, boshqalar boshdan kechirmagan hayot mamatlik hujum. Chunki hech bir Uyg'ur kimliksiz, telefonsiz yashay olmaydi, ham sizni uningsiz yashatmaydi. Bu ko'rinmas bir aqlning, bir g'oyat zo'r sandanning, bir millatning sirini, bir ayg'oqchi avatmay bilib qoladigan, bir pay o'q atmay, bir yurtni qo'rqitib, hushidan ketkizadigan, jismi mengib yurgan kishilarning ruhini o'tmi to'shik qilib ta'laydigan elektronlik hujum edi. Hujumni kompyuter o'zidagi tayyor sonliq ma'lumotlar orqali qiladi. Milyonlagan kishilar haqidagi algoritmlangan ma'lumotlar shu odamning xatarlik yoki emasligini belgilaydi. Kimlarning tutilishini, minglagan ma'lumotlarni xulosalash iqtidoriga ega sondan chiqarib berdi. Hujumda faqatla knopka oldida o'ltirib, tutishga tushgan sonlarni yo'llaydiganlar odam. Tutush buyruqi tushirdiganlar, telefon qiladiganlar odam. Ammo kimni tutishni qaror qiladigan narsa sondan, mashina. Uning nazarda odam yo'q, hissiyot yo'q, faqatla sonliq ma'lumotlar bor. Xitoy Kompartiyasi Uyg'urning ziminiga tajovuz qilgan, mahallasiga besib kirgan, boyliqlarni qo'lga olgan bilan ularning ro'yiga, aqliga, hissiyotiga ega bo'lolmagan edi. Xitoy minglagan josus yollab, 10 minglagan Xitoyga Uyg'urcha o'gitibmi, Uyg'urning ma'naviy mustaqilligiga cheqilolmay kelgan edi.
Zamonaviy texnika insonlarning aqlini, tuyg'usini, harakatini kontrol qiladigan bu shumliqni amaliyotga aylantirdi. Xitoy bu shumliqlarni Uyg'urlarga qildi. Xitoy tajovuz qilib kirgandan buyon yuragi po'k-po'k edi. Ular Uyg'urlarning tilini tushunib, dilini bilib, yuragini tinglab baxmoqchi, kundalik paranglarini anglab turmoqchi edi. Uyg'urning bargan, turgan yerlarini bilib turmoqchi edi. Ularning kimga do'st, kimga dushman, nimaga oshiq, nimadan zo'qmanligidan xabardor bo'lib turishni istaydi. Oxiri texnik quroli bilan bu imkonmi, fursatmi bo'ldi. Xitoy qaysi Uyg'urning qandaq kasalga giribdor ekanligini, qandaq dori yeb, qachon doktorga bordiganligini, ularning qon besimining nimani ko'rganda o'rlab, nimaga uchraganda tushadiganligini sezib turmoqchi edi. Bummo aydinlashdi. Nima bilan? Qo'lingizdagi telefon bilan, siz ochmay chidamaydigan app bilan. Xitoy alqandak bir shapaqni qo'lingizga tutqizib, ichiga sizni har vaqt paylab turadigan applarni saplab, sizni shundaq appchillik bilan qo'liga o'gitib oldi. Siz oqshomda ishdan tushib, undidorni oxirgi qatim ichib, ko'rmaganlarni ko'rib, uchurlarga javob berib bo'lib, yotqanga kirganda, balkim shu kuni o'zingizning qandaq yashagan, qandaq ishlarni qilganligingizning hammasini deb berolmasligingiz mumkin. Siz shu bir kunni deb berolmagan yerda bir hafta, bir oy ichida necha navbat ochiqlab, necha navbat xursand bo'lganligingizni, qaysi naqshiga yurak berib, qaysi kanalga agashganligingizni, qaysi go'zalga gap tashlab, qancha satang chiqargan sinni, o'g'irliqchi marlaganligingizni unutib qolgan bo'lishingiz mumkin. Ammo qo'lingizdagi undidor, siz uxlashdan burun oxirgi qatim maltilgan applar Xitoyga, Xitoydagi to'r savdogariga, appchi shirkatlarga siz haqida hammani deb berdi. Xitoyning jexi detallari sizni tutmaslikni qaror qilsa, applar siz chekkan narsalarni xotirlab qo'yib, sizga mahsulot izlaydi. Appchi shirkatlar ati o'ygansangiz, allaqachon sizning nima ko'rishingiz kerakligini tavsiya qilib bo'ladi. Gapni texmi aniq bo'lish uchun bundaq tushundiray. Siz tamoqni yeb bo'lib, safaga qisaydingiz, qo'lingizda telefon. Do'yinni ochdingiz. Abdullaning qor tuproq degan naqsi chiqib qoldi. Chekdingiz. Shu hamon ekranning keyniga yoshiringan aql sizni xotirlaydi. Sen Abdullaning naqshisi amroq. Naqshlardan ayrilish mazmunidagi naqshi amroq. Ayrılışlarning ichidagi ota-bolaning ayrilishi temasidagi naqshi amroq deganlar avtomatik xotirlandi. Albatta buning bilanla bo'ldi qilmaydi. Siz naqshining kim o'yladi sendan mangu juda bo'lishimni degan yerga kelganda yig'laysiz. Agar sizning undidoringizni Xitoy yuz tonish detalliga chetib qo'ygan bo'lsa, sizning dadingizdan ayrilib qolganligingizni biladi. Birli konopga besilda dadingizning lagerda jon uzganligi chiqadi yoki tutilganligi chiqadi. Shuning bilan sizni nazorat qilish boshlandi. Appchi, ya'ni taratqi shirkati sizga ayrilish mazmunidagi naqshlarni davomli yo'llaydi. Jixi tarafga siz haqida uchurlar yig'ilib turdi. Ekraningiz Abdullaning hijron kuylariga to'ladi. Sizmo g'albilik holda hissiyoti turaqsiz, chataq chiqish ehtimoli bo'lgan ijtimoiy rayon tarafidan nuqtaliq nazorat qilinadigan kishilarning biri bo'lib qolasiz. Qarang, hozir zamon o'zgardi. Burun kinoni odam ko'ratdi, hozir kino sizni ko'rdi. Siz Urumchida, İstanbul'da, Parijda, Alibabadan PDF kitap aldınız. Undidoringizni ochdingiz. Yeni yetib o'qiyapsiz. Xitoy sizni nazorat qilmoqchi bo'lsa, sizga qadalgan bo'lsa, sizning undidoringizni ichib kitobni billa o'qiydi. Agar biri bilan so'zlashsangiz, billa so'zlashidi. Nazoratni odam qilmay, undidorning o'ziga tashlab bergan bo'lsa, sizning qaysi qurda yig'lab, qaysi qurga kulganingizni, qaysi qurni qayta o'qiganligingizni xotirlab mangdi. Undidoringiz sizning kim yozganga g'azablanib, kimning yozmasiga yurak berganligingizni tirkab mangdi.
Ularni telefoningizda saqlangan uchurlar bilan moslashtirdi. Yozganlar ichida sizda kimlarning nomeri borligini xotiraga qatidi. Siz o'qigan kitob bilan menga o'xshash biror koni siyosiy tutqun, xatarlik unsur yoki sobiq mahbusning o'qig'ini o'xshash chiqib qolsa-mu, xotirlanib qolsiz. Bu avtomatik xotirlar yig'ilib, ma'lum oylar o'tgandan keyin sizni butun Uyg'urni ayirgan 3 kategoriyaning biriga mahkum qiladi-da, Urumchida bo'lsangiz darhol tutadi. Agar u kecha siz chatda emas, Urumchida uchurlar davomliq to'planayotganligi sababli texi tutilmasangiz, saharda sofaning beshida unutib qolgan telefoningiz sayrab, sizni uyg'otganda tutilganligingizni bilasiz. Chunki bu telefon xatarli kishidan nuqtaliq unsur tarafidan urilgan. Balki u o'zining xatarli kishilarning qatoriga tizimlanib qolganligini bilmagan bir do'stingiz, tuqqaningiz yoki xaridoringiz bo'lishi mumkin. Hech bir odamning, hech bir jonliqning paylashi, pash qilishi bo'lmasa-mu, siz shu bir telefon, bir uchur, bir nomer sabablik avtomatik holda ya xatarlik inson, ya odatdagi inson va yoki bexatar inson bo'lib hisoblanib ketasiz. Bu oqibatni o'z qo'lingiz bilan o'zingizning telefonida keltirib chiqarganligingizni bir umr bilmasligingiz mumkin. Chunki tutilgandan keyinmi buni sizga hech kim deb bermaydi. Millionlagan Uyg'ur mushundaq tutildi. Bir uchur keldi, bir telefon qilindi, hamma odam o'zining yotgan ko'rpisini yudib, ichki kiyimini qatlab tutilg'ili o'zi bordi. Sizcha ularni odam tutdimi? Yo'q. Har bir Uyg'urning qo'liga chiqqan, hatto Xitoy aldab, zo'rlab, e'tibor bahada tengib, tarqitib bergan telefonlar, qachalangan applar tutib berdi. Xo'sh, siz yanala Urumchida telefonda do'yinmi yo'q, undidarmi yo'q, boshqa applarmi chataq chiqarmadi. Tutilmadingiz, bexatar odam turiga ayrildingiz. Ammo Qizildog'da ketayotgan chig'ingizda Abduvali Ayibning hammasi bilan bir yo'lda mengib qoldingiz. Tonimaysiz, bilmaysiz, salommi qilmadingiz albatta. Ammo chataq chiqidi. Bu chataqni sizning telefoningiz topadi. Bir xatarli kishining yanida manganda telefoningiz bu uchurni ma'lum qiladi. Sizmi sistemada xatarlikka aylanasiz. U hammammo, sizmi xatarlik gumondor bo'lib tutilsiz. Bir xatarli kishi bilan bir yo'lga tushib qolsangiz, beshingizdagi kamera sizning yuzingizni tunib, sizni ma'lum qiladi. Shu atrofda ko'chaga qo'yib qo'yilgan kamerani kuzatib turgan saqchi yoki sizga mas'ul saqchi tuyuqsiz sizga telefon qiladi hamda saqchiga chaqirtadi. Agar siz piyoda emas, mashinalik bo'lsangiz, qizil chiroqqa kelganda mashinangizni qatnash saqchisi to'sidi yoki kimlik tekshirishda kimligingiz sayrab ketadi. Sabab nima? Siz 3 xil kishilarning oila tavobati bilan, xatarliklar bilan bir yo'lda mang'anligingiz, bir mashinaga chiqqanligingiz uchun xatarli kishiga aylanib qolsiz. Sizga mas'ul saqchi guvohlikdan o'tib, kelib sizni elib ketmasa, qo'yib berishga ruxsat bermasa, o'tdil lagerga yo'llanib ketasiz. Lagerga bormadingiz. Pora yegan saqchi qutqizib qoldi. Ammo bir kuni aldirab soqolni tuzuk olmay, yugurab ish qilmandingiz. Kechiksa boshliq ayblaydi, ammo yugurisichu ko'chalarga qo'ygan kamera tutib ketadi. Kamera 3 kun soqolni olmay yugurganni tartibli aplaydi. Yuzingizni taniydigan ekran siz yugurib ko'chadan o'tganda sizning chiroyingizdagi jiddiylikni sezib oladi. Kameraning oldidan qizirib tarlab o'tganingizni kamera gumonliq kishi deb yakunlaydi hamda darhol sizni xatarlik deb qarab, sizning rasmingiz orqali kimligingizni, qancha tutqunning tuqquni ekanligingizni shiddat bilan aqtirib tepib chiqadi-da, shu hamon avtomatik signal berdi. Nima bo'lganini tutilib ketgandan keyinmi bilmaysiz. Chunki mush vaqtgacha kesilmay, so'roqsiz qamoqlarda yetib ketayotgan odam faqat kuchog'i joylashgan 5 qamoqxonada 26 mingdan oshidi deydi. Mening tadqiqotimda 2017 yildan keyingi telefonlardagi applar
ko'chaga qo'yilgan kameraning ovoz, surat va kayfiyatni farqlantirish iqtidori kishilarni ko'chada ketayotgan yerdan tutib, ularning tarixini so'zlab berdi. Eshekning ko'zida kameraga bir qarag'anға, xuddi tilsimatliq jahon aynigidek kishilarning 10 yillar burunqi rasmini, so'zini, hatto kim bilan qayerda, nima deyishganligini chiqarib bergandan keyin sarosim boshlanib ketgan. Bu besaramjonlik kishilarda biz demasakmi, Xitoy hammani biladigan, uning o'rniga o'zimizni ma'lum qilganimiz tuzuk degan ongni shakllantirgan ekan. Natijada Xitoyning kuchiga texmi chin putib, o'zni o'zi nazorat qiladigan, boshqalarni o'zligidan nazorat qiladigan bo'lib ketgan. Kishilar raqamlik turmush ichida 6 yil yashab, necha ming yillardan buyon eslib kelgan aqida, udum, tushuncha va mizonlardan emas, qo'lidagi aplarning rolidan, karomatidan, kuchidan qo'rqadigan, ansiraydigan, shurkinadigan holga keldi. Sababi birinisi biri naq. Axloq Uyg'urni burun jamoat fikri bilan kontrol qiladi. Tutqunlar boshlanib, kishilar o'zi bilan, jini bilan qolganda jamoat fikrimi kuchidan qolg'ilayotdi. Kishilar Xudodan, dinidan, Uyg'urlikdan, ko'ch-ko'ydagi kameraning mahalla-mahallaga qo'yilgan telefon tekshiradigan uskunlarning nazoratida o'zligidan yiroqlayotdi. Masalan, Uyg'ur tilida hozir Xudo, Xitoy, iman, zulm, jannat, hurlik, erkinlik, nikoh, Uyg'urlik degan so'zlar yo'qoldi. Xitoy telefonga qachilangan applar bilan ota-onalarni farzandiga Uyg'urcha ruhni singdirishdan emas, normal Uyg'urcha gap qilishdanmi voyib yeydigan holga tushirib qo'ydi. Hozir hech kim Uyg'urni balanga Xitoycha so'zlar degan yo'q. Ammo 3 yillik yuqori texnikalik nazorat va tutqun kishilarni qo'yib bersimi so'zlamas holga tushirib qo'ydi. Bo'libmi 2022 yildan keyin uy aqtirdigan, kunda odam tutadigan, har kuni yo'qlam qiladigan ishlar yo'q. Bo'libmi Urumchi, Qarmay, G'ulji taraflarda u ishlar oyoqlashgan. Chunki tutilganlar kesilib bo'ldi. Kishilar o'zni o'zi qamoqqa solab bo'ldi. Shunga hozirgi nazorat burunqidek zo'rliq bilan qilinayotgan nazorat emas. Buni qilmasang qamayman, jazolayman degan gapmi yo'q. Ammo kishilar allaqachon o'zni o'zi nazorat qiladigan, Uyg'urcha ong, turmush odatlaridan ongliq o'zini tortadigan, yaqin yo'lamaydigan, shundoq ongdagilardanmi saqlanadigan holga kelib bo'ldi. Xitoy Uyg'urning ruhini tizginlash nishoniga erishyotdi. Hozir undidarni kontrol qilgan Xitoy bir Uyg'urning qandaq tamoqqa amroqligini, qandaq dori yeydiganligini, qaysi yotoqlarda yotganligini, qandaq kishilar bilan do'stlashib, qandaq kinolarni ko'rganligini deb beralaydi. Yuqorqi uchurlarga asosan uning qandaq qiz bilan to'y qilsa bo'ladiganligini, qandaq xizmatni oson topa oladiganligini, qaysi kasal uchun qandaq doktorga borsa bo'ladiganligini deb beralaydi. Xo'sh, millionlagan Uyg'urning qandaq tutilganligini, bu tutqunning qandaq boshlanganligini, nazorat texnikasi va sun'iy aqlning Uyg'urning yerini qandaq qilib raqamlik turmaga aylantirib qo'yganligini tushunib chiqdik. Vatanda millionlagan Uyg'urning qamagan texnika korona vaqtida Xitoylarga qo'llanildi. Hozir chet eldagi Uyg'urlarga qo'llanilyotdi. Hozir namoyishga odam azlab ketdi, ana til maktablar taqaldi. Ammo Xitoyga bordiganlar, Xitoy milini sotadigan do'konlar ko'paydi. Buning sababi bor, albatta. Yaqindan buyon Xitoy muajiratdagi Uyg'urlarni nazorat qilishda chetda ishlatiladigan applarga texmi kuchashga boshladi. Tuyuqsiz Facebookda, YouTube'da, Twitterda Falastinni qo'llab, Amerikadan nafratlanadigan, G'arbning qartalliklarni, arablarni va boshqa osiyoliklarni kamsitgan tarixini fosh qiladigan, Uyg'urlarni parchalaydigan mazmunlarni chiqiradigan hisobotlar ko'plab qoldi. Undan boshqa Uyg'urcha naqshi musiqalardan boshqa hech nima chiqarmaydigan hisobotlar olib ketdi. Hatto kuldirgi batlari paydo bo'ldi. Yaqin oylarda ularning aktivlari Hamas, Isroiliya to'qinish haqida Amerika Isroiliyani ayblab Uyg'urcha uzun videolarni ishlab tarqatdi.
Buni muhaciratni bilməsdən tarqıtıdığan Uyğurlarmı payda boldu. Mana buni Ürümçide turub Uyğurның ideyasiga singib kirish deymiz. Yaqindan buyon chetdagi taratqularda yana maxsus tamoq, tiyupliq va kichik drama chiqardiganlar paydo bo'ldi. Sabab Xitoy hech nima qilmadi. Hamma odam normal deganni targ'ib qilish, kishilarni qaytishga, shu tomoshalarni vatanga qaytib ko'rishga qiziqtirish bo'lishi mumkin. Ular Uyg'urcha naqshi musiqini, o'yin tomoshani yemchiq qilib, to'rda barlarni doim chiqadiganlar, Uyg'urcha ishlatishga amroqlarni ayirib chiqish, lozim bo'lganda ular bilan aloqa qilib ishlatish, unimisi qo'rqitib, ota-onasini go'raga ilib, og'zini yumdirish bo'lishi mumkin. Мәсәлән, мен якында байқыған махсус нақшы музыка чықырдыған бір хисабатта чықырылған бір сында, вәтәндә һәммә нәрсе нормал, һәммә адам өз гымыда дәпті. Xitayga təşviqat filmi işləpdi. Film işləgücünün ismimi aniq yazılıbdı. Bu hisabat 10 neçə yıllar burun tizimlatqan ekan. Әмма 2021 yıldan keyin tuyuqsız aktivləşib ketibdi. Bütünlәй vətəndəki yeni sıllarını çıxırdı ekan. Әмма turishliq joyi İstanbul ekan. Türkiye nomerdan birini qaldırıb ekan, telefon qilsam ilinmidi. To'rda bar vaqti Türkiye vaqtiga to'g'ri kelmaydi. Xulos kalam, Xitoy bu yollanmalar bilan yana nim qilmoqchi? Bizni shundaq hisoblarga agashkuch qilib, yana nim qilmoqchi? Chatning applarida Xitoyni tashviqot qilishda chat turib ularga moslashayotganlar bormi yoki ular bevosita Xitoydan chiqyaptamdi? 2019 yilning oxiridan boshlab yerlik saqchi tarmoqlari vatandagi Uyg'urlarni chat eldagilar bilan aloqa qilishga zo'rlab ketdi. Saqchilar chat eldagi ijtimoiy taratqulardan hisob ichib, muhojir Uyg'urlarni izlab topdi. Yıllar buyan içilmаған öndidarlar əsliga keldi. Chegaraning ichi va sirtida turib, bir-biriga tashna bo'lganlar oxiri ko'rishdi. Ko'rishish nima bilan bo'ladi? Albatta, applar bilan. Xitoy ochgan Douyin, Kuaishou, Xiaohongshu, Dingding, Zhifubao, öndidar qatorliqlar didarlarni qondirdi. Muratlarga yetkizdi. Muhaciratdagi Uyg'urlarning telefoniga Xitoy yana kirib oldi. Hatto Suriyaning Idlibda turayotgan Turkiston Islom partiyasi a'zolaridan tortib, Al-Hol, Rojavadak asirlar lagerlarida turayotganlargacha undidarlarni qo'zg'itib, ota-onalar, qavm qarindoshlar bilan mungdash qilib boshladi. Sirlarmo Xitoyga iqishqa, uchurlar oshkorlanishga boshlab ketdi. Xitoycha applar Xitoyning qo'lini Uyg'urning yurkiga yetkizdi. Vaqiravatgan ovozlar bo'g'ildi, aktivlar g'oyib bo'ldi. Hozir Xitoylar ishxonalarda o'ltiriblar, Uyg'urlar bar yerdagi xabarlardan vaqti-vaqtida xabar tepib turadi. Jasusqa kerak bormi? Hamma odamning qo'lida birdan jasus tursa. To'g'ri, men Xitoyning detalini ishlatmayman. Әмма, маңа телефон қылған достымның телефонында öndidardan тартып Douinga qadar hammasi tursa, hatto маңа guvohlik bergan tadqiqotimga moslashganlarmi öndidar bar telefonda men bilan so'zlashgan tursa, mening ovozim, avatilgan gaplar, yo'llanganlar ulardan qolmaydi-da. Xitoy biladi. Telefonimizda Xitoyning hech nimasi bo'lmasimi, Uyg'ur bo'lganligimiz uchun kishilarning o'zining qandaq nazorat qilinayotganligini bilmasligi, Xitoyning Uyg'urni qandaq boplab ketganligini tushunmaganlik uchun bizning hamma uchurimizni bilib qoladi. Xitoy o'zini qo'g'dashni bilmaganlikni ozdab, boshqa kishining maxfiyati bilanmi ish yo'q, beparvo, tonish bilishlarning, bexasta do'stlarning telefoniga qachilangan Xitoycha applar orqali biz burun ishlatgan telefondagi applar orqali biladi. Bizni Xitoyga pash qilib qo'yayotganlar yolg'iz Xitoy markalik telefon, öndidar va Douinlar emas. Biz odatda tijorat, o'g'inish, ibodat qilish, sayohat qilish uchun yangidan telefonga qachilib olgan barliq Xitoyga bog'langan applar, Xitoy o'g'irlab olgan applar bizni kuzatlab turdi.
Мәсәлән, Xitaycha arabcha, Xitaycha inglizcha lug'atlar, Xitoyga ishlaydigan Qur'on aplari, arabcha, ana til o'rganishga munosabatlik va Uyg'urcha Xitoycha avtomatik tarjima aplari qatorliqlar Xitoyga har qanday josusdinmi sodiq ishlaydi. Casuslar unutib qoladi, xatalashidi, ammo o'zingiz xohlab qochilib olgan jasus hargizmi unutmaydi. Sizga minnatsiz yordam qiladi, haqsiz mulozimat qiladi. Telefoningizni to'rga ulabli qo'ysangiz, boshqa talab yo'q. Xitoymi sizdan xotirjam. Chunki ko'rinmas jasus orqali hammani bilib turdi. Albatta, siznila emas, sizning bexastaligingiz sabablik siz bilan paranglashgan, uchurlashgan kishilarni qo'shib qarmoqqa ilib oladi. Xitoy bu 6 yillik hujumda yetarlik jang tajribasi to'pladi. Muajiratda nurg'un Uyg'urlarni yoshurun, ba'zilarni oshkora asirga oldi. Oshkora asirga tushganlarni yeniga ilib ketib, mukofotlabmi bo'ldi. Bu 6 yillik yoshurun, unsiz, izchil nazorat jarayonida Xitoy muajiratda yashayotgan bizlarning psixikamizni, muhabbat nafratimizni, ojizligimizni qayerdan tutsa, yonboshqa chiqib, yiqildiganligimizni biladi. Ular bizning qarindoshlarsiz yasholmaydiganligimizni, ularni ko'rgimiz keladiganini biladi. Xitoy bizga ko'rishadigan imkonlarni, aloqa qiladigan fursatlarni, applarni sunadi, tushirgizadi. Bizni kuzatganlar bilan uchrashtirib, seg'inganlar bilan ko'rishtirib turib, apchilik bilan indak keltirdi. Natijada jimib ketimiz, yo'qab ketimiz, ichimizga pushildab tinib turib, zulmga ko'nib ketimiz. Tuqqanlarning heytliq tabriklari, onamizning qadinas ovozi, dadamizning yig'lamsirgan chiroyi uchun. Ularning unini qayta anglay qalmaslik, ularni qayta ko'rolmay qalmaslik uchun tenimiz chatda erkin yurgan bilan ro'yimiz Xitoyga qul bo'ladi.